To'g'ri qarang. Siz operatsiya bo'ldingiz, gipsda yurdingiz-ku. Undan oldin ham kamida 2-3 oy so'yida bitqizaman deb qo'lda osib yurgansiz, gipsda yurgansiz. Shuning uchun sizda bo'g'imlar qotib qolgan. Mana operatsiyangizga 1 oy bo'ldi. 1 oydan keyin gipsda oldik. Sizda 3 ta bo'g'im qotib qolgan mana. Birinchisi yelka. Og'riq bo'lyaptimi? Shuning uchun yelkani shunaqa qilib ko'tarib ishlatasiz qo'lda. Ikkinchisi mana tirsak bo'g'imiz. Xuddi prujinaga o'xshab qotib qolgan. Mana tushingda. Nabarot bunday ushlang. Endi qo'lda bunday ishlating, yengil. Hop. Kunda shu mashq qilishingiz kerak. Mana tushing. Qo'lda mana pastga, panjani tepaga, pastga, orqaga o'zingizga. Keyin mush qilingchi. Mush qilib yozing, buni ko'taring. Mana shu mashqlar yelkaga, tirsakka, bilak kaf bo'g'imi, mush qilish. 4 xil mashqni har kuni qilasiz. Qo'lingizni yana 10 kun osib yurasiz. 10 kundan keyin ko'ramiz. Ichidagi simlarni hali olishni o'ylamay turing. Gidetda 2-3 oy o'tib, yaxshi qo'lingiz ishlab olgandan keyin olib tashlaymiz. Hop. Bo'ldi. Avgustda Rossiyada singan. Siz 1 oy yurdingiz, keyin sentyabrda bizga keldingiz, Mashina bo'lib qoladi. Keyin siz bunday to'g'rilab turib gips qildingiz. Bo'ldi. Hozir bukuncha qancha bukyapsiz? Mana shu yerdan og'zigacha yetib keladi mana. Bo'ldi, yozingchi to'g'ri qilib. Bunday ama to'g'riga jidcha nima qiladi? Jidcha nima? Mana spitsi ushlab turibdi, uni olib tashlashimiz kerak. Yaxshi, qo'lda bunday harakat qilingchi. Shuni ham qattiq siqingchi. Yo'q, yaxshi kuchingiz. Spitsalaringizni olamiz. Olganimizdan keyin mana atrofiya deymizda, qo'ldagi ayab ishlatganingiz uchun ozib ketganga o'xshaydi. Spitsalar olamiz, mana harakatingiz yana ham tiklanadi. Asosiysi mana bu yaxshi. Kuchi bor. Maytning singani boshqa doktorlar ja qo'rqadi. Yorgani ham, ochgani ham. Mana shu Nodirbek satqochi mana o'zi ham siqib ko'rdim. Qattiq siqmadim yana ham qo'lini. Rahmat ona doktor. Sog' bo'ling.